Aka har safar Tracker 2 mashinangizni tuning qilish bo'yicha videolar qo'yib ko'rsatayotgandim. Bu safar xavfsizligingiz uchun birinchi o'rinda bo'lgan narsani ko'rsataman. Tracker 2 mashinasini O'zbekistonda ishlab chiqarilgan versiyasida orqa tormoz baraban bo'ladi. Ko'pchilik shofyorlardan eshitganman, katta tezlikda ketayotganda tormoz bossa, orqa ketib qoladi. Bu juda ham xavfli va halokatli bo'lishi mumkin. Avtostore do'koni har doim sizni xavfsizligingizni birinchi o'ringa qo'yadi. Bu safar ham oporniyni original jemini komplekt olib kelib qo'yganman, ko'rsangiz bo'ladi. Oporniyni o'zi super kalotka, oporniy zashti, даже troslarigacha original jem bo'ladi. Keyin menda yana bitta savol tug'ilyapti. Aka, mana videoni ko'rib turibsiz. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Tracker 2 ni oporniysi yo'q-da, barabanda chiqqanda Xitoy versiyada oporniy bor. Nimaga unaqa? Agar bilsangiz kommentariyada bitta belgilab keting, aka. Xullas, aka, barabanni olib tashlab, oporniyni qo'yib olishni maslahat beraman. Rostakasini almashtirsangiz, o'zingizga effekti seziladi. Baribir mashinada ham ota-onamiz, oilamiz olib yuramiz, mashinani xavfsiz qo'yganimiz yaxshi. Videoni Trackerchilarga jo'natib, menga obuna bo'ling.